Hozir sizlar bilan uy sharoitida tovuqli non kabob tayyorlaymiz. Bu videoni boshlashdan oldin like va obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Birinchi bo'lib qozonimizga tovuqlarimizni solib yaxshilab pishirib olamiz. Keyin esa ozgina vaqtdan keyin ziravorlarimizni solamiz. O'zingizlarning xohishingizga qarab qo'shaverasiz. Tovuqimiz pishguncha nonini qilib turamiz. Xamirimizni olib, dumaloq qilib yoyib olib, ketma-ketlikda listga qo'yib chiqamiz. Keyin esa bitta tuxumni chaqib, ustiga surib olamiz va uni ustidan setini sepib chiqamiz. Keyin esa gazga jo'natib yuborib, piyozimizni to'rashni boshlaymiz. Piyozimizni to'ra bo'lib, shunaqa ko'k solib aralashtirib, keyin esa tarelkaga solamiz. Keyin esa gazimizni ochib bir qarab qo'yamiz. Shu videoga 250 ta like yig'ilgandan keyin men to'liq retseptni qo'yaman. Nonchalarimiz pishib chiqqandan keyin o'rtasini bo'lib, pishib chiqqan tovuqimizni va uni ustidan piyozimizni solib chiqamiz. Qarabsizki, shunaqa shirin bo'lib chiqqan tovuqli non kabobimiz tayyor bo'ladi. Agar sizlarga bu videom yoqqan bo'lsa, albatta like va podpiska bosishni unutmanglar. Hammaga xayr.